Assalomu alaykum Termiz uy savdosi kanali obunachilari. Sizlarga bir necha haftalik tanaffusdan so'ng yana qaynoq yangiliklar bilan chiqyapmiz. Ko'rib turganingizdek Mavor uylari. Yangi Mavor uylarining 12-qavatida umumiy maydoni 57 kvadrat metr bo'lgan 2 xonali uyimiz sotuvda. Hozirdan bitta like tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'ying, chunki bunaqa arzon uylarda har doim chiqaravermaymiz. Demak, yangi uylar yaqinda foydalanishga topshirilgan. Ko'rib turganingizdek, hozir biz koridorda turibmiz. Umumiy maydoni 57 kvadrat metr, 2 xona. Kirib yashashga tayyor holatda turibdi. Narxini aytib o'tishimdan oldin bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Bosdingizmi? Bosgan bo'lsangiz endi aytamiz narxini. Narxi 130 million so'm deb baholandi. Albatta kelishadigan joylari bor. Bitta mana shu xonamizdagi shkaf olib chiqib ketiladi, ko'rib turganingizdek. Boshqa hamma narsa qoladi. Ya'ni ko'hna mebellar qilingan, gilam, parda qilingan. Buni egasini o'zi qilgan arzonlashlar. Demak, sizlarga bonus sifatida qoldirib ketamiz. Bu chap qo'limizdagi xonasi, to'g'rimizda sanozel. Sanozel birgalikda Mavor uylarida bilasizlar, to'liq kafillangan. E'tibor beramiz, to'liq kafillanib, akkuratniy holatda turibdi. Demak, chap qo'limizda bizda spanli xonasi. Demak, uy skalozniy hisoblanadi. Ya'ni ikki taraflama shamol aylanishiga, oshxonamizda balkon joylashgan, o'sha bilan bemalol shamol aylanishiga yaxshi holatda. To'g'rimizda oshxona. Aytib o'tdik narxini. Lokatsiyani tushundingiz. Oshxonada xolodilniklar qo'yilgan, ko'hna mebellar qilib qo'yibdi. Shunday kirib yashaysiz. Oyiga 2,9 million chiqyapti. Keyinchalik 5 million ko'tariladi. Yana 2029-yildan boshlab. Boshlang'ich to'lov 130 million, kelishadigan joylari bor. Demak, shunaqa uy so'rab yurgan tanishlarga tashab qo'yamiz tezda. Bu shaharni kechki paytdagi ko'rinishi ko'rib turganingizdek, 12-etajda bu balkoni. Demak, sizlar bilan Termiz uy savdosi kanali o'z fikringizni kommentariyalarda qoldirib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.